kelajakdagi orzungiz nima? Kelajakdagi orzuyim shu yaxshi sharoit qilib, ota-onam roziligini olish birinchi o'rinda, barcha farzand orzusi bo'lsa kerak. Keyin yana ham boshqa davlatlarga chiqib, boshqa davlatlarda yurish, aylanish, yashash maqsadim. Bitta Angliyada qolish maqsadim. Yana ham dunyo kezish. Bu London imkoniyatlar kaliti. Yana ham rivojlanib, boshqa joylarga chiqish maqsadim. Bu katta oliy maqsadlarimdan biri deb o'ylayman. Do'stlar, hammaga salom. Londondagi o'zbeklar, ya'ni Allayorov Show YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Buyuk Britaniyada qanday qilib o'qishlik haqidagi qiziqarli bo'lgan, ozroq bo'lsa ham foydali bo'lgan epizod tayyorlaymiz. Ya'ni mana shu Muhammad Sodiq ismli ukamizdan ozroq intervyu olamiz sizlar uchun qiziq bo'lgan savollardan. Qani unda boshladik. Birinchi ozroq o'zingiz tanishtirsangiz. Men ismim Muhammad Sodiq. 1 yildan beri shu Angliyada Northampton universitetida o'qiyman. Birinchi kursni bitirdik. Hozirda dam olishamiz, ta'tildamiz. Sizga beriladigan top 10 ta savolimiz bor. Birinchi savolimiz. Londonga birinchi kelgan kuningizda nimani his qilgansiz? Londonga birinchi kelgan kunim вообще boshqacha bo'lgan. Umuman boshqa olam o'tdi. Ertaga tushib qo'ygan deb bo'lganman. Kelyapman. Ishonmaganman to'g'risi. Londonga kelganimni. Odamlar umuman boshqa madaniyat, juda boshqa g'alati bo'lganman lekin. Xudoga shu ko'nishib ketdik. Lekin boshda boshqa g'alati bo'lganman. Transportlar umuman boshqacha edi, lekin kutilmagan odamlarni ko'rganman. Hayotingizda birinchi musofirlik yurtiga chiqish bu Rossiya bu joyga borganmisiz yoki faqat Buyuk Britaniyami? Birinchisi Buyuk Britaniya. Mashalloh. Xo'p, ikkinchi savolimiz. Hozir cho'ntagingizda qancha pulingiz bor? Eng qiziqarli savollardan bittasi. To'g'risini ayting. Cho'ntagimda pulim yo'q, to'g'risi. Kartamda bo'lishi mumkin. Xo'p, mana sir bo'lmasa qancha? 300-350 pound. Bu ham kvartiram puli. Ochiq to'yib. Bizda $400 dollar. Xo'p, uchinchi savolimiz. Londonda yashashning eng qimmat narsasi nima? Londonda yashash eng qimmat narsasi bu albatta hamma bilsa kerak, ijara. Uy ijarasi. Bu kvartira haqiqatan juda ham qimmat Londonda. Kamida dollarga hisoblasak 400-500 dollar atrofida bir oylik bitta odam uchun. Juda ham katta chiqimlardan bittasi. Endi boshqa narsani sal eplasa bo'ladi, lekin shu ijara xizmati sal qiyinroq. Shu o'rtacha 500 dollarga zo'r komfort yashasa bo'ladimi yoki qanaqadir 400-500 atrofida bu o'rtacha uylar. Endi zonaga qaraladi Londonda. Masalan, birinchi zonalarda yashasak. Ha, unda bir minut ana gapingiz bo'ldim. Unda do'stlar, keyingi videoroliklarımizda mana shu bratni kvartirasiga borib, haqqoniy kim qanaqa yashayotgan bo'lsa o'zbeklar kvartirasini obzor qilib beramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishibmi? Qo'l tashlab qo'yaylik hozir. Keyingi videoda birat 400-500 dollarlik uyda ko'rasizlar. Ha, xudo xohlasa keyingi videorolikda oyiga 500 dollarga qanaqa kvartirada turish kerakligini ko'rsatamiz ochiqchasiga. Xudo xohlasa. Xo'p. 4-savolimiz. Ota-onangizni eng ko'p qachon sog'ingansiz? Eng ko'p masalan, uyda dam olish kunlari uyda o'tirib qolsam, bitta o'zim o'qib qolsam, baribir oilani sog'inish o'tadi. Masalan, videolar bilan gaplashsak, ular bilan birga ovqatlanish, birga gaplashishlar baribir o'tadi. Baribir telefonda gaplashgandan ko'ra yuzma-yuz face to face gaplashgan boshqa, o'rni boshqa. Siz chunki birinchi safar musofir yurtiga chiqishingiz, o'shaning evaziga. O'shaning evaziga ham balki endi menda shunaqa bo'layotgandir. Tez bo'lib turadi, lekin tez yo'q, o'zi bugun birinchi intervyuimiz bo'lsa, men o'zimdan ham hayajon bo'lyapti. Savollar esma chiqib ketyapti. O, yoshingiz nechida? Yoshim 21da. 21 nechinchisiz? 2005-yil. Voy, 2005-yil ekan. Siz qaysi viloyatdan O'zbekistonda? Andijondanman. Ha, andijonliklar. Hamma tomon Andijonga bosib ketgan. Kosmos ham bor Andijonliklar bor-ku. Andijonliklar oyda yo'q deydi. Andijonliklar. Xo'p, sizga 6-savolimiz. Yo'q, 5-si, uzr do'stlar. Bir oyda qancha pul ishlaysiz yoki sarflaysiz o'rtacha? Endi aniq aytishim qanaqa bo'lar ekan? Endi o'rtacha 2000 dollar atrofida chiqadi. 2250 yarasha baribir chiqimlar bor. Aytyapman. Rent ijara haqi. Oddiy masalan, public transportlar ham juda ham qimmat, ayniqsa metro, avtobus juda ham qimmat. Masalan, bir oyda bir 200 pound sarflab qo'yish. Oddiy transportni boshqasidan
o'rtacha transport o'ziga 200-300 dollar. Londonda o'rtacha avtobus, transport, metrolariga 200-300 dollar. O'rtacha, to'g'rimi? Ketadi. Qo'y qolmasang. Haqiqatan ham Londonda, Buyuk Britaniyada dunyo bo'yicha eng qimmat transport vositalari joylashgan do'stlar. Juda ham qimmat. Ayniqsa masalan bitta shu gapni shunday qiladigan bo'lsak, ya'ni Black Cat degan mashhur taksisi bor. Bitta chiqishi o'zi yonishi 30 pounddan boshlanadi. O'ylab ko'ring, 30 pound 1 dollar atrofida. Bir manzilga borib kelish uchun 70 pound, 80 pound, 100 dollardan atrofida tushasiz. Qimmat. Ha, O'zbekistonda edi. Nima edi? O'zbekistonda taksilarni chaqirib 10 ming, 15 ming, 30 ming so'mga yo'q. Bu yerda eng kami 60-70 dollardan boshlanadi. Ha, endi 6-savol beramiz. Londonda sizga eng g'alati tuyulgan odat qaysi? O'rtacha. Qaysi holat sizga Londonda yoqmaydi, g'alati tuyulgan? O'zbekistonda unday emas-ku, Buyuk Britaniyada shunaqa. Bilmadim. Ana bitta narsani aytmoqman, baribir boshqa madaniyat yerda ko'plab holatlar baribir g'alati tuyuladi. Qaysi birini aytib ko'rib Bo'ldi, xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. 7-savol. Xo'p, 7-savol. Agar bugun hammasini boshqatdan boshlash kerak bo'lganda, yana Londonga qaytib kelgan bo'larmidingiz? Londonga qaytib kelgan bo'ladi, faqat magistraturadan qaytib kelgan bo'ladi. Magistraturada 1 yil o'qiysiz, 2 yillik graduation viza olish imkoniyati bor. Men uchun shu. Siz hozir magistrada o'qiysiz? Yo'q, men bakalavriatda o'qiyman. Shuning uchun masalan O'zbekistonda agar bakalavr o'qigan bo'lgan magistratura kelgan bo'ladi. Magistratura kelishning ko'plab foydali tomonlari bor. Magistratura ham qisqa, 1 yil o'qiydi, bo'ldi magistratura. Ha. Siz bu yerda o'zi umuman aytganda Londonga qachon kelgansiz o'qishga? Londonga shu 22-avgustda kelganman. O'qishimdan yana 1 oy oldin kelganman. Qachon ruxsat berayman? O'rtacha kelganingizga, Londonga o'rtacha kelganingizga 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Yaxshi, zo'r. Xo'p, 8-savol, do'stlar, 8-chi eng qiziqarli savollardan bittasi. Oxirgi marta qachon pul tanqisligiga uchragansiz? Ya'ni qachon sizda shunday pul bo'lmay qoldi yoki uydagilardan pul kelmadi yoki bu yerda ishlayotganingiz nimadir bo'ldi? Siz o'zi bu yerda ishlaysizmi qo'shimcha yoki faqat kelib o'qiysizmi? Boyvachchani bolasimiz yo nima? Ozroq ma'lumot bersangiz. Avvalo aytadigan bo'lsam, uydagilardan pul so'ramayman. Uydagilar shunchalik shu Londonga kelishimizga, shu o'qishimizga ancha podдержка qilib, ancha xarajat qildi. Endi bu yoqqa endi o'zimiz eplashimiz uchun faqat ishlab ham o'qib kelmoqdamiz. Endi bu yerda ham ishlayman. Londondagi oshpaz restoranda. Londondagi oshpaz restoranda ishlaysiz? O'zbek restoranida ishlayman. Kim ishlaysiz? Ofitsiant, barmen? Yo'q, kitchenda. Kitchenda. To'g'ri ekan, apasini bola. Shunaqa. Hammasi yaxshimi? Oyliklar zo'rmi? Xudoga shukr, zo'r. Yaxshi. Xo'p. Savol so'rab qo'yaylik, qiziqarli bo'lsin. Siz bo'lmasa qancha oylik olasiz o'rtacha? Mayli, aniq summa bo'lmasin, o'rtacha bir oyda qancha oylik olasiz, u qancha soat ishlaysiz? Oyga hisoblasak 100-120 soat ishlayman. 120 soat bu hamma uchun 120 soatmi yoki faqat shu men part-time ishlayman, part-time. Shu 26 soatdan to'g'ri keladi haftada. Nimaga endi full time? Chunki siz o'qiysiz, shunga Shuning hisobiga o'zi Londonda 20 soatgacha ruxsat bergan o'qish paytida, o'qishdan ta'til payti 20-40 soatgacha ishlash mumkin. Endi men hozir o'rtacha 25-30 soat atrofida ishlayman. Haftasi oyga hisoblasak 120 soatga to'g'ri keladi. Endi shu 120 soat hisoblasak 1,5 ming 1800 dollar atrofida chiqadi. Do'stlar, Londonga kelib, o'qib, bo'sh vaqtida ham ishlasa bo'lar ekan, o'rtacha oyiga 1800-1,5 ming dollardan ko'proq pul topsa bo'ladi. Ya'ni bu menimcha boshlanishlarga bo'lsa kerak, chunki boshqa bolalarni ko'ryapman, hozir kattaroq pul ishlaydi. Ular ham sizga o'xshagan student. Boshlanishi endi ko'proq soat ishlasa, qancha ko'p ishlasa, qancha ko'p izlansa Londonda shuncha ko'p pul topadi, to'g'risi. O'zim masalan men ham boshqa kelganimda shunday deyishganini to'g'ri ishonmagandim, lekin haqiqatdan endi o'zim ham boshimga tushdi. O'zim masalan haqiqatdan inson izlansa, ayniqsa shu rivojlangan shaharlarda inson Londonda bemalol katta daromad qilsa bo'ladi. Harakatda baraka. Ko'p tanishlar bor. Yaxshi pul ishlaydiganlar. Xo'p. Eng muhimi harakat. Harakat, izlanish bu eng katta yo'l, eng zo'r yo'l. O'zbeklar o'zini oshini yerda qoldirib qo'ymaydi, qayerda bo'lsa ham ishlaydi. Ayniqsa Andijonliklar bo'lsa, aytganimda oyda bo'lsa ham Andijonga tashlab shunday qilib ketadi. Shu sir hammasi. Xo'p.
9-savol. Londondagi hayot Instagramdagidaymi yoki boshqacharoq qanday tasvirlasak bo'ladi? Instagramda ko'rganday Londonmi yoki bu boshqacha Londonmi? Yo'q, Instagramda qarayib aytib bo'lmaydi, chunki baribir Instagramda chiroyli joylarni ko'rsatishadi, eng yaxshi, eng luxury kunlarni ko'rsatadi, lekin bu yerda juda ham qiyin yashash. Hamma yo'q qimmatligi. Ish topish ham o'zi muammo. Ish topib yo'liga tushib ketguncha inson hali qiynaladi bu yerda. Hamma yo'q qiyinchilikdan iborat, baribir bu yerda ham o'zgarishi ancha qiyinchiligi bor. Har bitta davlatda, masalan, Londonda ham, Nyu-Yorkda ham har bitta davlatda o'zgarishi qiyinchiligi bor. Shunday. Har yerda qilma orzu, har yerda bor, boshi tarozi. Lekin videolardagi luxury hayot deyarli yo'q. Hamma yo'qda hisob-kitob qilib kelishlarni maslahat beramiz Londonga. O'zi umuman boshqa hamma davlatlarga o'sha hamma yo'g'ini o'lchab tashqarosini bilib kelish kerak. Mening fikrim endi shu 1 yilda yashab o'rgangan narsam. Shunaqa. Men ham boshlagan gaplaringizga. Xo'p, 10-savol. Hozirgi aqlingiz bilan 18 yoshli Muhammad Sodiqqa nima degan bo'lardingiz? Misol. Men to'g'risi Londonga kechroq kelgandan afsuslanaman. Endi masalan 18 yoshimda ertaroq harakat qilganimdan ertaroq yaxshiroq yashab deb o'ylayman. 18 yoshimda yana shu chet davlatlarga borishni tezroq orzu qilardim. Baribir chet davlatlarda o'qish, rivojlangan davlatlarda o'qish baribir insonni fikrlash qobiliyatini, dunyoqarashini o'zgartiradi. Baribir insonni rivojlantiradi, har tomonlama rivojlantiradi. To'g'ri, to'g'ri. Hayotga bo'lgan motivatsiyasi ham oshadi to'g'risi. Baribir qiyinchilik bo'ladi, lekin inson rivojlanadi har tomonlama. Juda ham foydasi ko'p. Men kechroq tushunib yetganimcha mana Xudoga shu nasib etib keldik. Ertaroq o'ylagan, ertaroq harakat qilgan bo'lardim. Xudo xolisa keladiganlarga ham maslahat beraman. Maslahat beraman, lekin hamma yo'qni hisob-kitob qilib, luxury hayotga kelmaslik kerak. O'zi aslida Londonga kelish uchun, mana Buyuk Britaniyada o'qish uchun mana hozir kontrakt qancha to'laysiz yiliga? Siz o'qishingiz hozir 1 yillikmi yoki 2 yillik, 3 yillik? Men bakalavr o'qiyman. Birinchi kurs tugatdik, ya'ni 2 yil qoldi. 3 yillik o'zi bakalavr Londonda, Angliyada. Meni yillik kontragtim dollarda aytadigan bo'lsam 15.900, 16.000 dollar. Yiliga 16.000 dollar. Bu do'stlar, 1 yilga 16.000 dollar. Bu eng arzon kontrakt Londonda. Eng arzoni shu. Eng arzoni, bundan ham balandlari bor. 20.000, 25.000 dollar atrofidagi kontrakt o'qiyotgan bolalar bor. Endi bizga eng arzoni, lekin baribir 16.000 dollar kichkina pul emas. 15 kontrakt to'lash. Xo'p, umuman olib aytganda, bakalavr, magistr shu Londonda o'qish uchun asosiy nima talab qilinadi? Nima kerak? Asosan birinchi o'rinda baribir ingliz tilini bilish kerak. Ha, ingliz tilini обязательно bilish kerak. Sertifikatlardan. Sertifikat IELTS, TOEFL, qaysi sertifikat bo'lsa ham bolalarda eng katta maslahat, to'g'ri, Angliya ko'plab universitetlari 5.5 IELTS bilan qabul qiladi, lekin 5.5 ni olib bilan kelish maslahat deyman, chunki o'zim ham 5.5 bilan kelib ancha qiynaldim. Speakingga. Birinchi o'rinda speaking, yani baribir IELTS talabi 5.5 universitetlarga kami. Birinchi o'rinda speaking zo'r qilib kelishni maslahat beraman. O'qish tomonlama ham qiynalmaydi, ishlash tomonlama ham qiynalmaydi. Birinchi o'rinda ingliz tili muhim rol o'ynaydi. Rus tili, turkcha, ozarbayjon boshqa tillar ham kerakmi bu yerda yoki faqat? Может, kerak bo'lishi mumkin, lekin baribir bir nomer ingliz tili. Do'stlar, ingliz tilini o'rganishlaring o'zim ham maslahat beraman. Haqiqatan ham ingliz tilini o'rgansalaring dunyoni hamma eshiklari pachta ochiladi degan gap bor. Rasmiy olg'im, to'g'rimi? To'g'ri. Ingliz tili bu dunyo tili. Shunga men ham maslahat beraman, Muhammad Sodiq ham maslahat beryapti, ingliz tilini o'rganish kerak обязательно. Xo'p. Oxirgi savol. Kelajakdagi orzungiz nima? Kelajakdagi orzum avvalo endi hammaning ham orzusi ota-onasini rozi qilish, o'zini kelajagini yaratish. Ham shu o'zining kelajagini yaratib, O'zbekistonga yaxshi sharoit qilish. Ota-onam roziligini olish birinchi o'rinda. Va barcha farzandlar, barcha insonlar eng oliy maqsadlardan biri hisoblanadi. Eng oliy maqsadlardan biri. Ota-onangizni roziligini olish. Shunaqa, shu maqsadlarga keldik. Tezroq rivojlanaylik. Baribir rivojlangan davlatlarda o'qish, ishlash, tezroq rivojlanadi. Shu maqsadda biz ham keldik. Maqsadlarimiz tomon qadam bosyapmiz. Nasib bo'lsa. Do'stlar, sizlar uchun qisqacha ozroq bo'lsa ham qiziqarli epizod tayyorlaydi degan umiddaman. Bugun birinchi intervyumiz bo'lgani uchun ozroq
balkim nida sashni anaqalar bo'lgan bo'lishi mumkin, biron bir nida понимание savollar, noto'g'ri bergan bo'lishimiz mumkin yoki kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Xudo xohlasa sizlar uchun keyingi videorolikimizda undan-da qiziqroq biron bir yaxshiroq video chiqarishga harakat qilamiz. Londondagi o'zbeklar YouTube kanalimizda, Alayorov Show YouTube kanalimizda keyingi videorolikimizda ko'rishguncha Xayr, salomat bo'ling. nasib bo'lsa ko'rishamiz.